Bo'pti. Neymiş qa? Opam zot nima deb buni qilgandi? Opam loyiq deb qoldimi? Uy. Aldırma işte. Sen nimalarni deb yursan? Orzul opam o'ziga loyiq debdi-mi? Bu mening farzim. Uyandikilar demajimi? Hey, ikkimiz bir mahalla tursak qara. Agar Orzul opam loyiq topsa, hammadan bilib ketmamdi uni. Bu deganing-ku to'g'ri, lekin lekin opam rost ashta loyiq topgan bo'lsa, mayli-jimi? Demisimi opang yolg'iz 24 yil uy tutibdi. Sen farzand bo'lib suputing bilan bu ishdan qochmay, aktiv holda o'ylashqaning ayt yaxshi bo'ldi. Men sendan faxrliman. Vaqti kelganda sen bilan mening to'yim. Orzul opam bilan loyiqning to'yini tan qilsak, qo'sh-qo'shaloq bo'lgan-ku. Kim san tegma debdi? Chaqchaqib qo'ydim, qara. Sen bak ortiq qo'ydima. Orzul opam sana bir narsa degan o'xshaydi. Yo'q, opam menga bir nima demadimi? O'zim ashta o'ylab qoldim, qara. Qani deysan? Yaqindan opam bir xil o'zgarib qoldi. Odam yoshga cho'ng bo'lgan siri ancha-muncha o'zgarib qoldi. Bu normal. Seni opam osmon qarab o'zi bilan o'zi qoqoqlab kulamdi. Ha? Onda men kunda she'rlarni deklamasiya qilamdi. She'r? Deklamasiya? Voyliq deklamasiya-chu, dadoy doydoy, dadoy degandek-chu. Ha, endi-chu. Ondan kartisi var qara, bir nimalarni yozadi. Akilin ko'rib boqaytsam faqat unimaydi. Bu nima ish qildi ya? Shunigina shu. Qachondan boshlab qoldi? Muhabbet, muhabbet. Ey, ey. Hayat, hayat. Almira kopsun. Tez kopsun. Vay Almira koptu Yarzugul hanım bulduksu. Yaxshi. Hayat, hayat. Muhabbet, muhabbet. Hayat, hayat. Muhabbet, muhabbet. Azaplanma, aldırma. Temkinlik küllerde soğukkanlık lazım. Temkinlik küllerde soğukkanlık lazım. Can, pensiya chiqib men nima demayotgandim? Küllerde soğukkanlık lazım. Eğer turmuş aldısa seni, azaplanma, aldırma. G'amkinlik kunlarda sovuqqonlik lozim. Men jinim yodlab bo'ldim Orzugul xonim. Qachon yangi she'ringizni boshlaysiz? Almira Savaqtaş, bunu tekrarlaş deymiz. Ete yeni şiirini yodlaymiz. Ma'qul. Ne chiqmadim ben? Bugün yağmur yağıdken çapanını evilen. Ha, ma'qul. İçimlikni az içtin, veymeyni az yancıma. Ma'qul. Keserinin kapısı bilen değişip koydum, unutup kalmana. Ha, ma'qul. Nima? Balam, Kayser bilen görüşüp ekin. O mu bizning aldığımız çoğun olgan obdan bala. Lekin boytaq şugil, xil uzun bop kaldı ya o balığa. Oy, opam men dedim bu Qaysarlar ikkimiz birga o'ynab cho'ng bo'lgan tursa qanday uchrashib chiqa olamiz? Voy, mabalni. Man qarang, siz ajrashqili mı bir yil olup açtı. Muşta yürüyüveremsiz. Ish qilib yo'q. Men chiqib ketdim. Asli sening men bilan uchrashishga chiqqan yo'q endi. Voy yo'q. Gapimning muhim nuqtasi bu emas. Ma'qul, ma'qul. Ey sen deb baqa, opam nima deb doim she'r deklamasiya qilgandi? Bu o'qitish bo'lgandan keyin o'rganishni to'xtatmagani nihoyat yaxshi ish-ku. O'rganish degancha bir umrlik ish. Ay, lekin doim she'rda hayot, muhabbat deb ashta gap so'zlarni qildi qara. Opamdan bir shoirlik ko'z chiqib qolmagandi. Cho'qim shundoq. Cho'qim kelishgan, o'qimishliq, egiz,
her bir gipini she'r misralari bilan bayon aylaydigan shoirdan bilsin chunki. Yo'q. Yo'q. Menimcha shoir emasga. Deb chiqmadi. Almira. Malımdan sordunuz mu? Hoca opa nimdaysiz? Deb chiqmadi. Balam. Maktabga bormadingiz mı? Voy, nim maktabga, men allaqachon o'qish bitirib xizmatga chiqib bo'ldim, opa. Opa, bugun kechda meni saqlamoqchimi? Mening bek muhim yig'inim bor. Bugun kechda qaytib kelmayman. Nima yozasiz? Shu hisob mashg'i ishlayotdi. Men o'ylab qoldim, opam shoir emas, biror matematik o'qituvchisiga ko'ngil chiqib qoldim-ki deb. Hey, bo'lmasa oila o'qituvchiliklar deb o'ylashdim ya. Masalan qara, bizning mahalda shu bolalarning topshiriqni ishlatib beradigan pensionerlar xili bor. Ashtami ya. Mesela sana yanımda binormal bilingen başka işler var mı? Binormal. Opam çok yaqin bir xil harakatlarni qilgan bo'lib qoldi. Hareket? Yo'q. Voy, ish qilib bir xil harakatlarni qilgan bo'lib qoldi. Voy, opam, men ishni ichib beraman. Qo'limda nas bekchiq. Voy, nima ishni ichib bermaysiz, opa? Qo'limda nasni jiqdi. Uyda sopun tugabdi-ku, aymening sopuni og'ochga aylandim. Nima bo'ldi, opa? İş nima? Men harakat qilayotgandim. Hey, bu niye binormal değil olmaydı? Voy, lekin sen unda degan bilan qara. Opamning azaldan tantarbiya bilan xo'shi yo'q. Bunda harakatlarni asla qilib yurmaydi. Topdim. Men chuchu, opam elaq matematikchi er bilan qara. Maydonda go'ngchangni o'ynab tanishib qopdi. Sho'mishda g'alitlashib, to'xtamay meni to'y qil deb suylayotgan gap. Sen özden so'rab baqdingmi? Voy, so'rdim, so'rmaydigan ish bo'lmaydi. So'rsam nima deydi shu? Adam qayrg'anda mushtab qoldi-ku, bolam deb ig'zim tuvoqlis nima deya olayman? Ya qara bo'ldi. Ya bu cho'nlarni talpuvchiga kino ko'ramdi, tomoq yemdi, qilish qilandi. Yo'q, menimcha hozir u ishlar qat'iy ra'yim bo'lmaydi. Men darhol uyga berib, opam nima sababdan o'zini mushtab nurg'un jihatdan munavvarlashtirmoqchi bo'ldi. Sevin deb chiqaman. Uyma apa şaşıp ayak yemapti ha? Oppa! Oppa, bu yer tursiz-ku, nima Qizim. bo'ldi? Qizimga. Oppa, nima bo'ldi? Bu yer nima ish qilyapsiz? Qizimga. Qizimga. Qizimga.
Kızım abla. Sana Oppa. Bak ya oppa. Oppa. eğer turmuş aldısa seni mektepke barmadыңызmı? Malımdan sordunuzmu ya? Anneler hiç vermezsiz oppa. Kulağımın dersini çıktı. Muhabbet, muhabbet. Hayat, hayat. Muhabbet, muhabbet. Hayat, hayat. Muhabbet, muhabbet. Balam, sen kimden kızı? Ya balam? Bana birey. Bana yigine. Benim bir kızım var. Muş mektepnin birinci yıllıqida okuydu. Daim bana kem kitaplar deb xap qildi. Şığlama kızım, benim bir kızım var. Şığlama. Oppa ben olmayacağım. Ben şu sizin kızınız oppa. Ben olmayacağım. Ben tanımadınız mı? Almira. Almira. Allah'ım. Oppa neymiş koysanızdan dibenlik kesil bok bağınız mı? Deminiz muş bas çıkıyor geçim mı? Deminiz mı? Balam. Sen benim yalğız kızım. Mendek bir divan ananı sen bek bulamaysan. Sana bek oval olup gidiyor. Benim ketişimge az kaldı. Ben ketkendik git. Sen kandak kılsa balam. Sen bek yalğız, bek yalğız. Şuna. Ben hemen uğurlaştırıp koydum. Santuriyanı okşup değişip koydum balam. Neymiş bunu? Eğer beni sevgilsen berip beni körüp gelsen bulur. Ben sizi isteyecek apırıp koymayayım. Ben inanızdım bir kadem ayrılmayayım canım oppa. Çok atıp kalsız balam. O kisel. Sakıymaz kisel. Bağın sıra eğirlap. Mağlanmaydıgan. Yıkılanmaydıgan. Hiç kimni tanımaz bop kaldıgan kisel balam bu. Eğirlap kessem. Sana bek capa bop gidiyor balam. Ne diyeyim oppa? En vakti ben bu tamamlaydım. Siz kulağımdan tutup beni tentilenmem kuzlar. En vakti ben tamak yemeydim. Siz bir yutup da tamak verip benim uçtundan çok buldunuz. Ben sizi ne yiyeceğim? Unutmayın ben. Mihriban ana, ana kadirdan ana, ana mihriban ana, ana can can ana. Kirpik qoqmay qanchilab tun